Salam ekran aldagi qadrli do'stlar. Tarım Navası programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Mayra Qurban. Ko'rayotganinglar Şinjan Ko'nak Fan Texnik Cheklik şirkati, Ko'rgu media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklik şirkati tajribaligidagi Tarım Navası programmasi. Programmamizning bu alaysanı taklif qilgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Aqsu viloyatlik Tarım Naqsul Ömikining birga mayri ko'pga qodir ko'p qirliq artisti Akbar To'xti. Akbar, programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Salam, ekran aldiki barcha ko'ringan qarindoshlar, hammalarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Menki Akbar To'xtining sizlarga mehr-muhabbatlik salomlar bo'lsin. Tarım Navası programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan chin ko'nglimda xursandman. Salomat bo'laysizlar. Akbar, sizningki o'qigan kasbingiz usul shundoq-ku. Undaq bo'lsa, siz nima sababdan shu naqshi musiqa qiziqib qolgandingiz? O'zim shu usul kasbini bitirgan. Kichigimdan bilsam, shu boshlang'ich maktab vaqtimdan bo'lg'ay, o'rta maktab vaqtlarimda bo'lsin, shu mayli velosiped minish jarayonida yoki tomoq yeyish jarayonida ustalni udar chiqarib chelib, velosiped minsammi, udarga tushirib minib, chilak topsam nag'ir qilib, legan topsam dab qilib chep o'ynab, opam kichikimda bir uyda bizniki bir uy olg'u bo'lgan, shu uy olg'u lentlarini setib olib, o'zimizniki san'atkorlarimizniki naqshlarini shu uy olg'ularda anglaytdik. Shu anglash jarayonida aynak qarab usulanım oynaytdım yu ilkin yeni şu üstelini şu dancing qilib chep oynab şunun dikin men şu muzikaga naqshi bo'lgan qiziqishim shu vaqtlarda boshlangan. Anim boshlang'ich maktabda, o'rta maktabdagi vaqtlarimda san'at kurjuklar bo'ldi. Shu kurjuklarga qatnashish orqali o'zimniki yetarli shu vaqtlardagi o'zimda bor talentimni maktabdagi vaqtlarimda mayli bolalar bayramlarida bo'lsin, mayli cho'ng kichik faoliyatlar bo'lsin, o'zimni shu vaqtdan boshlab namoyon qilishga boshlagan maktabda Akbar loyin deb ish qilib naqshi muzika boy adam jim turolmaydigan shunday holatlar bordi. San'at maktabga intom bir istik bo'ldi, keyin madaniyat yurtida Tiyanchingda tarbiyalanay deb Tiyanching o'rganga kirdim. O'rganish jarayonida ustozlar meniki Tiyanchingda shu vaqtda xili oldin qatorida boshqa o'quvchi bolalar qaraganda xili yaxshi ekanligini bayqab san'at maktabga imtihonga tizim o'tkazdi. Keyin Avatli maktabda 3 oy usulda tarbiyalandim. Qanaqdir men shu bilib bilmaylam usulga imtihon berib qoldim. Usulga kelib qoldim san'at maktabga. Usul kasbini tanlab 6 oy bo'lganda bu usul kasbi haqiqatan jafoliq kasb o'zinglar bilsizlar buni. To'g'ri. Bardoshlik bermak bek tez. Shu jarayonda men tag'amga kasb almashtirish to'g'risida fikrimni o'tirib qo'ysam, tag'am xap bo'lgan bo'ldi. Ham maktabdagi ma'lumlarimiz voy ustuxon shunda chiroyli tursa, bo'ylaringiz shunda usul maskalagan tursa, usulda o'qing deb shu ma'lumlarimizniki iplanmay yana usulni davomlashtirib qoldim. Lekin shu maktabda usulda o'qish jarayonimi har shanba bo'lsin, kechlik o'rganish vaqtlarida bo'lsin, men o'g'irliqcha shu bizning mashq zalida har bir zalda bir pianino bo'lgan. Shu pianinoni o'g'irliqcha chelib, ba'zida chog'il qo'ymaydi, ba'zida ma'lumlar yo'q vaqtda chavoldik. Har xil naqshlarni aytib, savodoshlarim naqsh talab qiladi. Men shu savodoshlarim talabi bo'yicha chelib, o'rganib, naqshimiz jihatiga talantimni shu jarayonda maktabdagi boshqa o'quvchilardan yuqib, gitar chelishni, dudda chelishni, top, piano qatorliq bir necha sozni shu san'at maktab vaqtimdan o'rganib qolgan desam bo'ldi. Bizning viloyat ko'makniki rahbarlari adam tanlab chiqib, bir yil burundan keyin o'qish bitirishdan burundan o'makka hozir Aqsu viloyati Tarım Naqsul Ömikiga tanlab akir ketdi. Shundan keyin shu ta hozirga qadar shu usul kasb bilan o'zliksiz shug'ullanyapman. Lekin shu jarayonda idoradimmi rahbarlarmeniki shu qo'shimcha talentimniki borlig'ini bayqab, bularni meni qo'lladi. Men o'zimni tirishchilik ko'rsatdim. Ham shu jarayonda qurbayat kechilik bo'lsin, chag'ali kechiliklar bo'lsin, yangilik kechiliklar bo'lsin, shu kechiliklarda ham naqsh etdim, ham etotlarni o'ynadim, dramalarga chiqdim, muzikalarni chaldim degandek. Ta'sga aytmamda o'zimni shu muzikaning ichida gitarni eng yaxshi ko'raman. Ham gitarni eng yaxshi chalaman o'zimni. Shu bizniki kasbdosh bolalarni e'tirof qilib, lekin hamda nima bo'lgan bilan men
kasbiy bilim olmagandan keyin bir yerga berib men muzikant yoki naqshchi degan bu qalpoq yo'q bo'lgandan keyin menda shuni e'tirof qilishga o'zimmi sal kamchilik qilaman. Shu bir yerga borsam kasbimni avval shu o'zimni kasbi bo'yicha tunishtirib usulchi deyman-yu, lekin yana bolalarniki nazarda men naqshchi, aktyor, muzikant degandek. Men ham nima shu usulni tanlab qolganimga pishman qilmayman. Nima chiqarsangiz, usulni o'qish jarayonida bu usulchilarniki burunni cho'nam deydigan udarsiz asosan yuqori bo'ldi ekan, chunki usul mashq qilish jarayonida asosan biz shu naqsh muzikaning ichida ham naqshniki hissiyotning ichida yurgan bo'lgandan keyin udarsizimiz bir qator texmo yuqorilab bo'lgandan keyin shu jarayonda meniki naqsha, muzika qatorliq mush kasblarga bo'lgan ta'sir darsi mush usulning ko'rsatgan ta'siri xili jiq deb o'ylayman. Balkim malla emas mush ekran oldidagi do'stlarimizmi sizningki naqshingizni anglashga to'liq taqozo bo'lyapti deb o'ylayman. Shundaqmi? Unda bo'lsa bugun qanday bir ko'ngil so'g'ingiz olib kelgansiz? Bugun shu ayni yillarda o'ziniki shu nurg'ulg'an yaxshi ijodiyatlari bilan, yaxshi naqshlari bilan yoshlarımızın arasında, çoğunlarımızın arasında şundak bir ta'sir qo'zg'agan bir akamiz o'tgan endi. Yani Ömer Osman nurg'ulg'an naqshlarimiz anglab cho'ng bo'lgan. Shu akamizningki yaxshi ijodiyatlardan Seni desem nomli ijodiyatni olib keldim. Shu munosabatda shu Ömer Osman akamizga hurmatimni bildiraman. Ham shunaqami shu naqshniki akordlashtirish vazifasini bizniki Şinjan diyarimizdagi yaxshi muzikant, yaxshi kompozitor, yaxshi kasbdosh qarindoshim Shuhrat Yosinninki akordlashtirishi bilan ro'yobga chiqdi. Shu munosabatda shu Tarna va ekran orqali Shuhrat Yosin og'aynimga rahmatimni bildiraman. Shu naqshni sizlarning huzuringizga sunsam. Xo'sh, undaq bo'lsa, ekran oldidagi do'stlarimiz bilan Akbarning bu lirik naqsini hammamizdan huzurlaylik. Seni desem akar yaşım deryalar bulur. Seni desem akar yaşım deryalar bulur. İnsam tügmez nakşam, kümüm şeydalar bulur. İnsam tügmez nakşam, kümüm şeydalar bulur. Ben seni yar dep deyman, meni dildim söydidem. Ben seni yar dep
Meni dilden söyledi de birge ötken şu günlerge dilden meftun buldu de birge ötken şu günlerge dilden meftun buldu de Ekber tolumu güzel bo'lgan bir naqshni olib kelibsiz. Bek huzurlandik. Rahmat sizga. Yoqtirgan bo'lsang Alloh, men xo'sh. Tolumu yoqtirdik. Ekber bayan men sizni tanishtirish jarayonida ko'p qirliq artist deb o'tdim shunaqo. Ekber turdashlarimiz balki bilmasligi mumkin. Ekber ham naqsh aytadi, ham usul o'ynaydi. Uningdan boshqa Ekber aktyorlik xizmati bilan shug'ullandi. Mayli suratlik naqshlar bo'lsin, mayli mikrofilmlar bo'lsin, mushlarda yaxshi rol olib o'zininki mush aktyorlik jihatdagi ortiqchiligini namoyon qilib kelyotdi shunaqo. Undoq bo'lsa Ekber sizningki mush naqsh muzika, usul mush tarafdan mush aktyorlik tarafga qarab mengiz jarayonlaringizni bir so'zlab baqamsiz. Bo'ldi. Buningga men mush usulninki ko'rsatgan ta'siri jiqroq deb o'ylayman. Ammo shu usul kasbi jarayonida biz nurg'ulg'an usullik operalarni o'ynaymiz. Usulluk vaqalik va usullarni o'ynaymiz. Shu o'ynash jarayonida shu usulniki shu obraziga kirib turib cho'qim shu rolni biz ifodalab bermasak bo'lmaydi. Shu ifoda jarayonida asta-asta bizniki mana shu rol elish maharatimiz tabiiylan yetilib ketdi ekan. Undan boshqa men o'sha idoradammi qo'llab bir necha qatim mush jihatdagi o'zimizniki alohidligini bayqab etodlarni badiiy etodlarni o'ynadim. Dramalarga chiqdim. Shu chiqish jarayonida meniki yana asta-asta o'zimni aktyorlik jihatda ancha-muncha az bo'lmagan tajribaga ega bo'ldim. Ham bir necha shu kasbdosh do'stlarimizniki yaxshi bo'lgan naqshlarniki suratlik naqshlarga o'zim boshroqni oldim. Ko'rmanlarniki hozir ko'pdir yaxshi bahosiga erishdim. Ham o'zimnikimi mush jihatda yaxshi qila olganimga texmo ishonch paydo bo'ldi. Ham buning keyin texmo to'xtab qo'ymaslik istik paydo bo'ldi. Shunga ham mush jihatda yana qarindoshlarimizga texmo yaxshi bo'lgan narsalarni sunish uchun men izlayapman. Ekber Tarim Navosi programmasi yo'lga qo'yilib, hozirgacha nurg'ulg'an do'stlarimizninki yaxshi turib ko'rishiga, nayti yaxshi bahosiga erishyapti. Undaq bo'lsa sizdan so'rab baqsam, shu Tarim Navosi programmamizga qanday bir taklif fikrlaringiz bor? Bizni yana bundaqroq qilsanglar texmi yaxshi chiqadi deydigan qimmatli taklif fikrlaringiz bo'lsa biz qabul qilamiz. Bu haqda bizga bir azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Mencha shu program boshlangan tatmam to'liq ko'ryapman. Bizniki shu viloyatimiz saviyasi bo'lsin, mayli Abdumurayimiz saviyasini hisoblaganda mencha shunchalik kasbiy uskunlarimiz shunchalik to'liq ham bolalarniki shu operator bolalarning bo'lsin, mayli riyosatchilik, mayli shu parda qisayotgan barcha kasbdosh shu bolalarniki shunchalik kasbiy muomala qilayotganligini his qildim. Ham shu ko'rish jarayonida shunchalik mush diyorimizda mushtaq bir programmani bir bo'lib bo'ladi degan orzuni sizlar amalga oshirib bergandek his qildim. Mush ziyorat qilish jarayonida siz bilan shunchalik erkin azodi o'tirib suhbat bo'ldik. Shunchalik rahatlik his qildim. Bundan keyingi taraqqiyotinglarga yana o'zimizniki shu
programmani ko'rish jarayonida o'zimiz his qilganlarimizni qolsa, hamma yana davomli taklif fikrlarimizlardan aymayman. Mencha yaxshi qilyapsizlar, texmi yaxshi qila oladiganlarga mening ishonchim bor. Texmi yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat Ekber. Sizning bu ekran hayotingizga, bundan keyingi ishlaringizga texmi zo'r utuqlarni tilaymiz. Rahmat, hammaylanga shu. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar, Şinjan Ko'nak Fan Texnik Çekiliş Şirketi Körgün Media İşxanası tarqatgan Şinjan Saray Yemek-içmek Mülazimet Çekiliş Şirketi tajdarlıqdagi Tarım Navasi programmamizni bu yerda oxirlashtirish oldida turibdimiz. Ekran oldidagi do'stlarimizning Tarım Navasi programmamizni yoqtirib ko'rishni va shundaqla qimmatli taklif fikrlarni berishni chin dilimizdan umid qilamiz. Va yana shundaqla Tarım Navasi programmamizga qatnashqisi bor do'stlarimizni chin dilimizdan qarshi olamiz. Men sizlarni Tarım Navasi programmamizda saqlayman. Tarım Navasi programmamizdan kelarki sonlari texmi rangdor, texmi sarxil. Kelarki sonda ko'rishguncha oltin teninglar omon bo'lsin. Xayr xo'sh.